Butun davrlarning eng kibrli va egoist futbolchisi hisoblangan Zlatan Ibragimovich shubhasiz eng iste'dodli futbolchilardan biridir. Kuchli fizikasini maydonda ko'rsatadigan Ibragimovich raqiblariga doim qo'rquv berib turadi. Bugungi videoyimizda Ibragimovichning dunyoni hayratga solgan harakatlaridan gap ochamiz. Videoni boshlashdan oldin sizlardan bir iltimosimiz bor. Biz endi har kuni sizlar uchun eng zo'r sport ma'lumotlarini taqdim etib boramiz. Siz esa o'z laykingiz bilan bizni qo'llab-quvvatlasangiz. Zero biz hozir sizning har bir bosayotgan laykingizga muhtojimiz va albatta kommentda layk bosdim deb yozib qo'ysangiz, biz ham sizga yurakcha bosamiz. 1.95 m bo'yga ega va 95 kg og'irlikda bo'lgan Ibragimovich kuchli fizikasini yashil maydonda ko'rsatadigan futbolchi. Uzun bo'yli bo'lishiga qaramay, elastik vujudga sohib bo'lgan yulduz futbolchi ko'rib turganingiz qiyin harakatlarni osongina bajaradi. Bu harakatda Ibragimovich 38 darajali egilishni ko'rsatmoqda. Sizningcha Ronaldo bu qiyin harakatni bajara oladimi? Bu holatda ham Ibragimovich ayni harakatni bajarmoqda. O'yin boshlanishidan oldin super bu harakatiga qo'shimcha fantastikalarni ko'rsatmoqda. Bir tepishda shisha qopqog'ini ochishni ko'rganmidingiz? O'tgan kunlarda bu harakat internet olamida mashhur edi. Ko'pchilik bu harakatni montaj yordamida chiroylilashtirgan bo'lsa, o'tmishda taekvondoda qora belbog' olgan Ibragimovich bu ishni haqiqiy oyoq zarbasi bilan bajarmoqda. Taekvondoda qora belbog' sohibi hisoblangan Ibragimovich taekvondodagi harakatlarini futbolga moslashtirmoqda. Mana siz uchun super zarbalaridan biri. Nahotki deb yuboradiganingiz, Ibragimovichning tizza goliga navbat keldi. Mashg'ulotlar vaqtida yozib olingan bu tasvirlarda Ibragimovich tizzasi bilan gol urmoqda. Yulduz futbolchi yana katta sahnada. Jamoa mashg'ulotlarida futbolchi to'pga shunday zarba berdiki, darvozabon o'rnidan qimillay olmadi. Bunday zarbalarni deyarli Zlatanning har bir o'yinlarida ko'rishga odatlanganmiz. Ibragimovichning dunyoni hayratga solgan harakatlarini ko'rsatishda davom etamiz. Yulduz futbolchi to'pga shunday zarba berdiki, ko'rganlar hayron qolmoqda. Futbolda chalqancha uslubdagi gol deyilishi bilan ilk aqlimizga shubhasiz Ibragimovich keladi. Bu vaziyatda ham o'sha shedevr gollardan birini kiritmoqda. Ibragimovich futbol dunyosida eng uzun oyoqqa sohib futbolchi. Hol shunday ekan, undan bu harakatlarni ko'rish oddiy holdir. Yulduz futbolchini taekvondocha harakatlarini futbolda ko'p ko'rganmiz. Uni oyoqlari shu darajada yuqoriga chiqadiki, metrlar bilan o'lchanganida 3.70 m balandlikka chiqadi.
Do'stlar, nima deb o'ylaysiz? Ibragimovich Ronaldo va Messidan kuchlimi? Shu haqida albatta o'z izohingizni qoldiring. Eng muhimi esa doimo sog' va salomat bo'ling.